Shukrullo aka raketa yasyapsizmi aka siz? Ha, raketa Elon Musk raketasini nimasi bu gulishtirib bu. Hozir mana shu bitta uchib Tojikistonga qo'nar ekan. Ha, buni yuklash ham ajoyib ish ekan. Men hozir ko'tarib tomiga soladi deb turgandim. Bu kirar ekan. Yo'q. Menimcha fura qancha bilmayman, furadan qimmat mana shu o'zi. Gazablok zavod. Voy. Chiqamiz ichiga. Yashirib qo'yibsiz-da buni. Ha, ichiga gazablok zavod so'yganmiz. Shu gazablok zavod komplektatsiyasida ketadi-da. Juda bu polni hozir komplekt shu ichiga sig'ib yuborar ekanda. Sig'adi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz Farg'onaga Shukuruston oldiga kelganmiz. Aka tuzumsiz? Bu akamiz katta shunaqa beton bunkerlar yasab berishar ekan. Yana nima dedingiz? Semen silos deyiladi buning nomi Eldor. Semen uchun tayyor, semen beton zavodlari uchun semen saqlashga tayyor gatoy bochkalarimiz. Raketaga o'xshaydi akalar. Hozir mana shu bitta uchib Tojikistonga qo'nar ekan. Xudo xolasa. Tojikistonga ketyaptimi? Tojikistonga qarab ketyapti. Ichida to'la gazoblok liniyasi bor. Liniyasi bor. Shuni aylanib ko'rsatib yuboring. Video davomida buni narxini aytamiz. Mana shuni ko'rsatib bering. Keyin videoni boshlaymiz akalar. Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston liboy joyga yasab tayyorlab jo'natib berishadi. Kelishib qolsa, dastlabki ustanobkalarni ham xalqqa berishlari mumkin. Ekrandagi raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Videoni boshladik. Shukrullo aka raketa yasyapsizmi aka siz? Ha, raketa Elon Musk raketasini nimasi bu gulishtirib bu. Assalomu alaykum. Tuzumsiz? Charchayapsiz? Lekin Nechta tonnagacha yasyapmiz buni? Bu hozir 50 tonnali semen silosimiz. Buni zakazga qarab ketaveradi. 50 tonna, 100 tonna, 200 tonna, 300 tonna bo'lib chiqib ketaveradi. Zo'r. O'zi nimaga mo'ljallangan bu? Bu beton zavodlarga, gazoblok sexlariga, shunaqangi ichida semen, don saqlagani ham bo'laveradi. Don saqlagani ham bo'laveradi hammasiga. Semenga, ohak, albastr, maydalangan narsalarga. Asosan hozir bu Tojikistonga qarab yo'l olyapti, mashinamiz kelgan yuklash jarayonida. Buni ichida zavodimiz bor, mana tayyor o'zini ichida bunday qarasangiz. Gazoblok zavod. Chiqamiz ichiga. Yashirib qo'yibsiz-da buni. Ha, ichiga gazoblok zavod so'yganmiz. Shu gazoblok zavod komplektatsiyasida ketadi-da. Juda bu polni hozir komplekt shu ichiga sig'ib yuborar ekanda. Sig'adi. Shuning uchun bu o'zi semen silosni og'zi yopilmagan. Sababi zavod so'ganmiz ichiga. Agar semen silosni o'zi kerak bo'lsa, Eldor, bu og'zlari yopilgan, filtrlari qo'yilgan, gatovoy holatda bo'ladi. Endi biz buni Tojikistonga jo'natyapmiz. Og'zini yopmaslikdan maqsad bu zavod ichiga tiqsak, bu transportrovkasidan mashinani nima xarajatlardan yo'l tekshiradi baribir, ha. Yo'l tekshirishdan keyin mana buni o'zi og'zini yopib qo'ysak, bitta mashinaga joy bo'ladi-da bu. Buni og'zini o'sha yerda yopamiz, zavod ketaveradi ichida billan. Ha, siz boplaysiz aka. Shuning uchun. Bu Tojikistonni ham yarmiga o'rnatib shekilli gazoblok. Qo'ldan kelganicha rizqi bordiga qo'yyapmiz, xudo xolasa. Qani, qayerga olib boraman dedingiz meni? Sizni Pomirga olib boraman. Qancha olib borasiz aka? Boramiz. Bu hafta ketamiz, xudo xolasa. Aniqmi? Bu semen silosimiz to'rliklisdan tayyorlangan, Eldor 50 tonnali. Hop. Zakaz bo'yicha ob'yomini katta hajmda ham yasab berish imkoniyati bor. Misol uchun 100 tonna, 200 tonnali qilib, bu zakaz bo'yicha yasaladi bularimiz. Buni tikka qilingan joylariga ham borib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bo'laveradi. Yo'llarini qo'yib. Bo'ldi. Demak, bu silos deyapsiz, nima deyapsiz? Semenli silos bu. Silos. Mana hozir dom qurilishiga ko'pchilik o'ziga beton zavod qo'yyapti. Buni Xitoydan olib kelish yo'l kiroshning o'zi qimmat bo'lib ketadi. Bu mana shu silosning o'zi $5000 narxi bizda. 50 tonnaligi. 50 tonnaligi. Endi Xitoydan olib kelsa biz $8000-$9000 ga aylanib qoladi-da. Ha, bo'ldi. Bu o'sha tayyor beton ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib turganlarga kerak bo'ladi. Misol uchun ohak zavod, albastr zavod, shunga o'xshagan zavodlarga ko'proq kerak bo'ladi bu narsalar. Bu yom qismi bunkermi, shunaqa nomi ham bormi buni? Yana qo'shimcha semen bunker deyiladi endi bu. Semenburg bunker. Ha. O'zi ruschasiga semenli silos, semenli idishi. Semenli idishi. Ha, endi shunaqa. Bor mashindan kimga kerak bo'lsa, hozir yuklanadi, yuklash jarayonlarini ham sizga ko'rsatib beramiz. Mashina ichida ketar ekan. Tomi ochiladi-da buni. Ha, tomini ochib hozir yuklaymiz buni, xudo xolasa. Zo'r. Tojikiston Dushanbeni o'ziga ketyapti shaharga. Yaxshi. Yana nimalar bor sizda? Bizda kafelniklar, rodbon shpakilovka. Ha, videoda davomida sizcha qo'yib qo'yaman mashina aka. Ha, bu ma'qul. Ha, buni yuklash ham ajoyib ish ekan. Men hozir ko'tarib tomiga soladi deb turgandim. Bu kirar ekan. Qarang. Qayergadir ketdi, tangdi.
Oldin bilarmidilar, bu yerda mashina, bu yerda texnikaga mashina tank zavoyda devorardi. Hamma devorar. Mashina yo'l pulda urishib ketsa ham, sal shilib qo'ysa ham, hozir unchalik qilmay qo'ydi odamlar. Chunki oddiy temirligini o'zi tushunyapti. Yo'q. Menimcha fura qancha bilmayman, furadan qimmat mana shu o'zi. 30 ming dollar ekan. Ya fura qimmatroqmi? Ha, qimmatroq to'g'ri. Uzr akalar, furachi akalar, meni kechiringlar. Gazabulok akalarni bir xursand qo'ydim-da. Mana yuklanyapti. Razmer ham kak rasashi. Liq deydi shekilli. Razmer ham furaga moslangan shekilli bo'yi. 12 metrmi? Yürü. Hayır. Ha, joylashtirib. Hamma narsaning o'zining ilmi bor. Bo'ldi. Eshigi ham ancha qolarkan, xolos bo'sh joy. Ha, yana yurardi. Ha, yuraversin. Avroqda ko'proq u yoqda turgani yaxshi menimcha. Desam, bu yoqda ekan asosiy balon. Ana Tojikistonga ketdi, Tojikistonlik akalar qulluq bo'lsin, yangi biznes gazini bosinglar, zo'r ketyapsizlar akalar. Tojikistonliklar qancha ko'p chetdan mahsulot sotib olib qolganini o'zida ishlab chiqarsa, davlat shuncha boyib rivojlanaveradi. Xalq boyiydi birinchi o'rinda. Chunki mana shu degan o'zi kamida 5 ta oilaga, 5 ta odamga ish bilan ta'minlaydi. Kamida akalar. 10 tadan 15 tagacha ham odam ishlatish mumkin, ish sifatini oshiraman desangiz. Lekin bu avtomatik bo'lgani uchun ko'p odam talab qilmaydi. Bizda bugun Suxoy Simes kafenliklar chiqaryapmizmi, chiqaryapmiz? Unda rodbun bor. Hop. Kafenliklar ham rodbun, shifakilovka, nalivnoy bor, hammasini chiqaradi. Suxoy Simes mahsulotlarning barchasini chiqaradi. Quruq mahsulotlarni. Qurug'ini. O'zbekcha gapiring. Ha. Ko'pchilik Suxoy Simes apparat kerak deydi. Shu Suxoy Simes retsept qanaqa deydi-da. 7 xil mahsulotni o'zining ichiga oladi, Suxoy Simes degan. Siz retsepti bilan berasiz. Retsept bilan bermaymiz. Ha. Kecha bittasi retseptini so'radi. O'zimizda retsept yo'q, biz ham hammadan olib beramiz va Qirg'izistonga birovga berib yuborsam, retseptimiz yolib ketyapti deydi-da. O'shaning uchun hamma retseptini o'zi tayyorlatsin. Ha, retsept bilan salohida. Retsept muammo yo'q, beramiz. Faqat u retsept chiqishiga biz garantiya bermaymiz. Ha. Apparatga garantiya beramiz. Biz texnolog emas, biz injener obordovание bo'yicha. Bo'ldi.